SATga keladigan bo'lsak, o'zi birinchi ishim qanaqa narsa bo'lgan. Men litsey paytida именно o'qish bo'yicha juda berilgan bo'lganman, chunki уже katta bo'lyapman, bosim kuchayapti. Baribir yaxshi universitetga kirishingiz kerak, undan keyin o'zingizni ishingizni topishingiz kerak. Уже bo'lgan orzularda uchib yurmaysizda, rostaki mana real hayotga qanaqadir qaytasiz. Menimcha litsey paytida o'zingizni eng aqllisi emas, уже hamma bilan solishtirasiz. Ya'ni men bu aytaylik ish bozoriga qanchalik anaqaman, layoqatliman yoki bo'lmasa intellektim jihatdan qanaqaga men ustunman. O'sha solishtirishni boshlaysiz. Men o'sha paytda solishtirganimda, litsey paytimda уже qanaqadir men qolib ketyapman degan narsa bo'lgan, chunki men alohida pul to'lab ingliz tiliga yoki matematikaga yoki qo'shimcha kurslarga bora olmaganman. Karantinda maksimalni o'zim bosib tayyorlanganman. Chunki real hayotga o'zi qaytganda bunaqa agar bo'lmasa bo'lmaydi. Shuning uchun ham maksimalda bu narsalarda tayyorlanib o'sha 2 yillik litseyimda, hozir ham litseyimga borib kelyapman. Aytayotdilarda, men sizni ko'rmaganman. Bitta potokda o'qigan bola hozir u yerda endi ishlayapti litseyimizda. Ular ham o'sha rektorimizning yordamchisi bo'lib ishlayaptilar. Aytayotdilar menga, men sizni вообще ko'rmaganman deyaptilar. Endi men o'zbek guruhida o'qiganman. Ular rus guruhida o'qigan. Endi ular aktiv bo'lishgan, sotsial jihatdan, boshqa jihatdan. Menga aytayotdilar, men sizni umuman ko'rmaganman. Yo'q, lekin esimda bor. Bitta rasmda chekada tushgansiz. Qanaqadir fairda deyaptilar. Men juda ham o'sha ikkita kurs davomida litsey paytimda juda ham o'qishga berilganman. Prям lock-in mode deydi-ku, tipa hamma narsadan tashqari bo'lib o'zimga ustimda ishlaganman.